Nega yaponlar semirmaydi? Siri ularning maktablarida yashiringan. Yaponiya aholisi semirib ketmasdan bo'yib ketgan yagona bo'y davlat va uning bu holatga kelishiga ularning maktablarining hissasi katta. Yaponiyada 5 yoshdan boshlab bolalar har kuni maktabga o'zlari piyoda borishadi. Ular uchun avtobus ham qo'yilmagan. Hatto ota-onalari ham olib borib qo'yishmaydi. Ularga qayta ishlangan oziq-ovqatlar butunlay taqiqlangan. Har bir ovqat noldan, yangi mahsulotlardan tayyorlanadi. Qadoqlangan gazaklar yoki tushlik qutilariga ruxsat yo'q. Agar ulardan eng sevimli ovqating nima deb so'rasangiz, brokoli, dengiz o'ti, oq guruch deb javob berishadi. Ular uchun bu odatiy hol. Biz uchun esa deyarli imkonsizdek tuyuladi. Agar biz bolalarimizni unga qarshi kurashadigan emas, balki sog'lom ovqatni yoqtiradigan qilib tarbiyalaganimizda nima bo'lardi? Menimcha shu savolni o'zimizga berish vaqti allaqachon keldi. Yapon ota-onalari 11 asrdan buyon bolalarini aytganini qiladigan va mustaqil qilib tarbiyalashda ishlatib kelayotgan strategiya haqida maxsus video qo'llanma tayyorlab qo'ydim. Uni tomosha qilish uchun izohlarda bola so'zini yozib qoldiring. So'ng esa direktingizni tekshiring.